Assalomu alaykum. Bugun traxeostomiya haqida gaplashamiz. Traxeostomiya bu traxeyaga teshik qo'yib trubka o'rnash amaliyotidir. Asosiy maqsadi bemorning nafas olishini osonlashtirish va hayotini saqlab qolish hisoblanadi. Quyida u traxeostomiya amaliyoti nima uchun ishlatilishi keltirib o'tiladi. Birinchisi, nafas yo'li to'silib qolsa, agar bemorning yuqori nafas yo'llari to'silib qolsa, traxeostomiya hayotini saqlab qoladi. To'silish sabablari: bulardan birinchisi shish hisoblanadi. Ikkinchisi o'pkaga havo o'tmasligi, xildoq va halqumda o'sma, og'ir infeksiyalar, kuyishlar, jarohatlar bo'lganda amalga oshiriladi. Ikkinchi, bemorni uzoq vaqt sun'iy nafas oldirish kerak bo'lsa, bu masalan og'ir pnevmoniya, insult, koma, bosh miya jarohatlari kabi holatlarda qo'llaniladi. Uchinchi, nafas mushaklari ishlamasa, nafas olish uchun mushaklar kuchsiz bo'lsa, traxeostomiya zarur hisoblanadi. To'rtinchisi, nafas yo'llaridan balg'amni chiqarish qiyin bo'lsa va beshinchisi, yuz jag' jarohatlarida intubatsiya mumkin bo'lmagan holatlarda ham traxeostomiya ishlatiladi. Masalan, jag'larning sinishi, yuzning deformatsiyasi va og'izni ochib bo'lmaydigan holatlarda amalga oshiriladi. Traxeostomiya amaliyoti bajarilish ketma-ketligi. Bu birinchi bosqich. Bemor bo'yin sohasi tayyorlanadi. Bunda bemor orqaga yotgan, bo'yni biroz orqaga qayrilgan holatda bo'ladi. Shunda traxeya yuzaga yaqinlashadi. Ikkinchi bosqich, bo'yin terisi kesiladi. Shifokor skalpel bilan traxeya ustidan vertikal teri kesmasi o'tkazadi. Bu kesma orqali pastki qatlamlarga kirish osonlashadi. Uchinchi bosqich, teri ikki tomonga ochiladi. Retraktor deb ataladigan asbob yordamida teri chetlari yon tomonga tortiladi. Maqsad ko'rishni kengaytirish hisoblanadi. To'rtinchi bosqich, yuzaki mushaklar ajratiladi. Teri ostidagi mushak tolalari skalpel va boshqa asboblar bilan yon tomonga suriladi. Bu traxeyaga yo'l ochish uchun qo'llaniladi. Ochilgan teshikka maxsus nafas olish trubkasi kiritiladi. Shundan keyin bemor trubka orqali erkin nafas ola boshlaydi.